Shishiku akademiyasining birinchi kurs talabalari ustidan nazoratni qo'lga kiritganidan ko'p o'tmay, ikkinchi kurs talabalarini sindirish vaqti kelganida Oraliq imtihonlarga oz qoldi, to'g'rimi? Ular seni bu maktab orqali sinashlarni kutmagandim. buni taxmin qilish oddiy-ku. Shunday qilib, negadir biz mana uyimda tayyorlanishga qaror qildik. Vashshe qiyin-ku. Bu savol. Bular juda qiyin-ku. Ha? Bu savollar o'rta maktabning birinchi yillaridagi matematik daftari. Ular osonligi endi ma'lum. Men Shishikuga ishonaman, ular oson bo'lishi kerak. Yoki ulardan ko'pi yiqiladi. Sen ularni topa olasanmi? Nega? Ha? O'ylab ko'r, maktabning birinchi kunida Totamorning o'qituvchisi uni ikkinchiligini bilib qoldi va yig'laysan. Bu yig'lashga arzimaydi. Sen yaxshi o'qiysanmi? Bu sanim kitobning muqovasiga qarab baho bermaslikni anglatadi. Bizda shuning uchun namuna bor emasmi? U shunday ko'rinsa-da juda aqlli. Nima deysan? Shuning uchun savollar bor edi. Bu nima bo'ldi? Sen uni muxlisimisan? Yo'q, bular ammamniki. U ham unikimi? Aqldan ozish mumkin. Yo'q, meni xatoyim. Men singlimni nazarda tutdim. Singlingniki? Bu nima? Ko'rdingmi? Xonim bugun. Aytmoqchi, xo'jayin. Aytmoqchimanki, o'quv mashg'ulotida. Eshitdim, lekin unutibman. Bu faqat tayyorlanish. Lekin men ikkita yigitni ko'ryapman. Bundan tashqari bu joy meniki. Xonim, iltimos, shu yerda qoling. Men Sakuguchiman va men yosh xo'jayinga va kichkina xonimga qarashga mas'ulman. Tanishganimdan xursandman. Agar sen u bilan biron narsani sinab ko'rmoqchi bo'lsang, demak u do'zaxga to'lov bo'ladi. Sizni singlingiz juda aqlli ekan. U Shishiguga ko'proq mos keladiganga o'xshaydi. Sen o'g'il bolaga o'xshaysan. Kiyinishing bilan seni birinchi marta ko'rganlar o'g'il bola deb o'ylaydi. Mayli, men senga buni qanday ishlanishini tushuntirib beraman. Ha, Menimcha, hamma narsaga tayyor emas. Wake up, wake up, wake up.
Boss! Hali kech tushmadi. To'xtating. Iltimos. Shovqin uchun uzr. Hoy, Kamparu, yaxshimisan? Yaxshiman. Hozir zo'r ko'rinding. Menimcha men seni Kriklindan yuta olaman. Aniqmi? Bundan chiqish oson emas. Juda yaqin. Sen uyalyapsanmi? Aniqrog'i sen meni ustimga yotib olding. Bu uchun uzr. Men seni ushlab turibman. Yordam ber. Yordam yo'lda. Tepadan sakrash. Nafas Taslim olmayman. bo'l. Sizlar, kichkina sizlar. Kechgina misga aytmoqchimanki, yosh boshliq. Unga nima qilyapsizlar? Og'zingni yop. Totamuru Konoparu bugungi kun uchun rahmat. Hech bunday o'tirib do'stlarim bilan dam olmagandim. Nima? Sen tayyorlanish haqida gapiryapsanmi? Keyingi safar mashg'ulotda o'tkazsak-chi, Hikaru. Albatta keyingi safar. Loco,